YMU universiteti haqida eng ko'p beriladigan savollarga javob beramiz. Kirish imtihonlari qachon bo'lib o'tadi? Universitetimizga kirish imtihonlari bir necha bosqichda bo'lib o'tadi. Ularning sanalari haqidagi batafsil ma'lumotlarni bizning ijtimoiy tarmoqlar orqali bilib olishingiz mumkin. Bir guruhda nechta talaba tahsil oladi? Bir guruhda talabalarning maksimal soni 15 tani tashkil etadi. To'lovni bir necha qismga bo'lib to'lash mumkinmi? Ha, albatta, to'lovni hattoki 10 qismgacha bo'lib to'lashingiz mumkin. Universitetingizda darslar qaysi tilda olib boriladi? Darslar o'zbek, rus va ingliz tillarida olib boriladi. YMU universitetiga hujjatlarni qanday topshirish mumkin? Hujjat topshirishning birinchi bosqichi YMU Uni.uz sayti orqali onlayn ro'yxatdan o'tishdir. Abituriyentlar kirish imtihonlarida qaysi fanlardan topshirishadi? Kirish imtihonlari ikkita fan bo'yicha bo'lib o'tadi. YMU universitetida litsenziya mavjudmi? Albatta, bizning universitetda 160-97-43 raqamli litsenziya mavjud. Va siz batafsil ma'lumotlarni ymu.uz yoki litsens.gov.uz saytlaridan olishingiz mumkin. YMU universitetida grant asosida o'qish mumkinmi? Hozirda universitetimizda ikki xil turdagi grant mavjud. Birinchi turdagisi kirish imtihonlarida eng yuqori ball to'plagan abituriyentlarga ajratiladigan grant bo'lsa, ikkinchisi har semestrda talabaning o'zlashtirishi asosida ajratiladigan tashkilotchi grantdir. Tashqi davlatdagi universitetdan YMUga o'tish mumkinmi? Albatta, buning uchun siz baho varaqangizni taqdim etishingiz, universitetimiz komissiyasiga ariza yozishingiz va o'tish imtihonlarini topshirishingiz kerak. YMU universitetida o'qish uchun shartnoma summasi qancha? O'qish uchun to'lov tarif setkasi bo'yicha. U bilan quyidagi havola orqali tanishishingiz mumkin. YMU universitetining diplomi O'zbekistonda tan olinadimi? YMU universiteti diplomi nodavlat va davlat tashkilotlarida albatta tan olinadi va bu sizga ishga joylashishingiz va o'qishingizni davom ettirishingizda keng imkoniyatlar yaratadi. O'quv jarayoni kredit modul tizimi asosida tashkil etilganmi? O'quv jarayoni reyting tizimi asosida olib boriladi. Universitetda forma kiyish majburiymi? Tibbiyot yo'nalishlari talabalari uchun tibbiy xalat majburiy, lekin biznes yo'nalishlari uchun esa erkin forma. Agar sizda ham qo'shimcha savollar bo'lsa, quyidagi raqam yoki bizning saytimiz orqali batafsil ma'lumot olishingiz mumkin.